Nexia 2 1.5 Sons motor. Bu mashinamizda bo'layotgan muammo o'tatganda bittada o'tamaydi, 3 ta 4 tada o'taydi. Benzinda yaxshi bas. Qaltirab ishlayapti. Hozir ko'rsatamiz sizlarga. O'tating. Qaltirab turibdi motor. Dirrillab ishlayapti. Injektorlarni yechamiz. Injektorlarni yechib oldik. Injektorlar apparatga solganimizda ma'lum bo'ldiki, katta davleniyada injektor sepalmay qolyapti, benzin. Shuni hisobiga injektorlarni bitta-ikkitasini almashtirib yuboramiz. Boshqatdan o'tatingchi. Bittada o'tadi. Mashinamizda 2 dona injektor almashdi, sababi injektor eskirgan, charchab qolgan. Shuni hisobiga yangilab yubordik. Mashina soatda ishlab turibdi, gaz ko'tarishlari ham yaxshi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, o'zimizga bemalol murojaat qilaverasizlar. Rahmat.